Biz yangi proyektga qo'l urdik. Ya'ni taomlarda mazasini ko'ramiz. Shuncha kanalimizning nomi ham 4 ta tarelka ustida, ajoyib nomda, to'g'rimi? O'rtog'im bilan birgalikda yangi kanalga asos soldik. Marg'ilonda Ayub Norin qaziga kelganmiz. Lokatsiyasi Telegramda bo'ladi. Hozir biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Lekin 1000 yilga tarixga ega bo'lgan qazichilardan ajoyib yangi qazi. Bu qazini siz mazasini ko'rmagansiz. Nimaga desangiz, jigar bilan dumbadan bo'lgan. Men o'zim mazasini hozir tatib ko'raman. Sizlarga mazasi haqida ma'lumot beraman. Lokatsiyasi Telegramda bo'ladi. Like bosinglar, ma'lumotlar olib boramiz. Mazasini ko'ramiz. Ayub Norin qaziga bizga dasturxon tayyorlab berishdi. Ajoyib bugungi abidga qaranglar. Jigarda aytib o'tgandek, jigardan qilingan qazi, ya'ni uylanmagan qo'chqor dumbasi hamda toy otni jigaridan qilinadi. Bunaqa narsa O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yo'q. Agar tatib ko'rganlar bo'lsa, biror joyda bo'lsa, yozib ketinglar kommentariyaga. Bundan tashqari qazilar yosh toylardan 3 yoshgacha bo'lgan toylar so'yiladi bu yerda. Hamda to'g'ligi bor, indekaligi bor, hamda ot go'shti, mol go'shtli qazilar. Bu narsa nima degan savolga, bu otni ichligi. Buni Toshkentda asosan ko'pchilik biladi. Bu juda ham zo'r narsa, ichlik juda ham ko'p vaqtda tayyorlanadi. Mana jigarli qazilarimiz, bu yerda esa ot bilan mol go'shtdan qazilar turibdi. Bundan tashqari norinlar, ot go'shtdan bo'lgan hamda shu norinni sousli sho'rvasi deydi. Shunaqa narsalar, milliy taomlar, qatiq, davlenamiz oshib ketsa degan maqsadda. Shuncha shu jonli gapidan keyin endi buni tatib ko'rish kerak. Tatib bir baho beramiz. O'sha aytib o'tganlaridek, bu o'sha ot toyda jigardan bo'lgan qazi deb ko'ramiz. Juda ham mazali. Bemalol qo'rqmasdan tavsiya qilamiz. Kelinglar Norin qazi markaziga. Ayub Norin qazida qarang, bu jigarni mazasini siz tatib ko'rdingiz. O'zi aslida jigar quruqroq bo'lib qoladi. Nimaga dedingiz? Chunki qaynatilgani ham quruqroq bo'lib qoladi. Dumba biror narsa bergan mazaga nima deysiz? Ha, bunga dumba qanaqadir bo'ladi? So'shlanaqa bergan, yegangizda ham mazalikdan bergan. Ha, quruq bo'lib qolmasligini oldin olgan. Juda ham bir yegangizda bir og'izga maza tan beradi. Bu yosh kattalarga ham juda manzur keladi. Qariyalarga ham juda manzur. Ham yumshoq, ham mazali, ham sochli. Norin haqida nima deyasiz? Norin haqida endi hozir yeb ko'rib aytamiz-da. Ko'p joylarda ovqatlanib yuramiz. Yani borini aytamiz, xolis. Yaxshi. Norinni juda zo'r, tavsiya qilamiz. Marg'ilon qazi Norin markaziga kelinglar. Juda ham zo'r. Boshqalardan ancha farqlar ko'p. Like bosib video tarqatib, yangi proyektimizga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan tashqari endi Marg'ilon, Farg'ona, butun mana shu o'zimiz vodiy bo'ylab yurib, oshxonalardagi ovqatlarni mazasiga baho berib yuramiz. Like bosib video tarqatib, Ayub Norin qazi markazi kelaverasizlar. Telegramda lokatsiyasi bor, telefon nomerlari bilan. Like bosishni esdan chiqmasin, yangi kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz.